Kirashimni eshiklarimiz endi Andijonda, akalar. Andijon viloyati Shahrixonga o'rnatib berdik. Ko'rishlar mumkin. 7 tash o'rnatdik, jam bo'lib original kirashimni eshiklar, romlar o'rnatdik. Mokriy rangda. Bu kirashimni eshiklar bilasizlar, podbor qilib, chiroyli rang tayyorlab, xohlagan rangda tayyorlab o'rnatib beramiz. Aka shu rang tanlashdi, mokriy rangda qilib bering deyishdi. Orqa eshiklar bilan juda ham tiniq, ideal holatda chiqarib o'rnatib berdik. Eshiklarni ko'rishlar mumkin. Buni devorlar o'rab berganmiz. Atkozlarni chiroyli holatda. 3 tadan qalinosh mashqlari. Xo'p, zamoklar yaxshi holatda mana ko'rishlar mumkin. Sizlarga akalar bilishadi. Xudo xolasa orqa tomonlarini mana ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlari yaxshi holatda chiqadi. Ko'rishlar mumkin. Juda ham tiniq, ideal holatda. Patologlari ham juda ham mos bo'lib chiqdi. Xo'p, jami bo'lib 3 ta eshik, 4 ta rom o'rnatildi. Andijon viloyati Shahrixonga akalar, kimga shunaqa sifatli, original MDF eshiklar, romlar zarur bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Oynalarni ham tonirovka oyna qilib berdik. Tashqaridan ko'rinmaydigan sifatli oynalardan. Telegram nomerimiz bor. Bemalol bog'lanishlari mumkin. Telegram, WhatsApp, imo har doim ishlab turadi. Xudo xolasa uzoqdagi akalarimizga ko'rib bemalol murojaat qilishlari mumkin. Kuzatishda davom etasizlar. A'zo bo'lgan akalarimiz kanalimizga obuna bo'lasizlar. Yangi fasol ranglarni ko'rib borish uchun sifatli original MDF eshiklarni fasol ranglarni joylab boramiz. Sog' bo'linglar akalar.